Mashina oynagidan aynan mana shunday holatda chiqib olib, o'zi va o'zgalar hayotini xavfga solganlar yoki mashina lyukidan chiqib turli tomosha ko'rsatganlarning qilgan bu ishi huquqbuzarlik ekanligi haqida bir necha marotaba aytgan edik, biroq bu galgisini ko'rsatish birozgina noqulay. Sababini esa tasvirlarda ko'rishingiz mumkin. Aynan Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida mashina oynagidan oyoqlarini chiqarib harakatlangan shovvozlarning shaxsiga zudlik bilan oydinlik kiritildi. Qo'qonni yepanga qarab o'zim Nexia avtomobilimda ketayotgan paytimda o'rtog'im orqa oynadan oyog'ini chiqarib ketgan ekan, e'tibor bermay qolganman men. Shu yuzasidan ma'muriy chora ko'rishdi, boshqa qayta olmaydi, qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Qo'qondan qaytayotgandik, o'rtog'imning mashinasida orqada yotib kelayotganimda oyog'imni oynadan chiqarib keldim. Aybimga iqrorman. Tegishli chora ko'rishdi. Boshqa qaytarilmaydi bu holat. Ana, shu yerda biroz dam olsak bo'ladi. Keyingi klient kelguncha to'xtab turaman. Oyoqlarim ham og'rib ketdi. Oynadan chiqarib olsam bo'larmikin? Avtomashina o'zimniki degani oyoqlarimni chiqarib dam olishim mumkinmikan? Nima deysiz? Aynan mana shunday holatni sodir etgan haydovchiga nisbatan ham qonun doirasida jazo tayinlandi. Men shu boshqarib yurgan Matiz rusumli avtomobilimda Qo'qon shahrida harakatlanib ketayotgan paytimda oyog'imni chiqarib harakatlanganman. Bu shundan afsusdaman, boshqa qaytarilmaydi. Ushbu holatda transport vositasida bo'lgan yo'lovchilar yo'l harakati qoidalarining 24-bandini, ya'ni transport vositasi harakatlanayotgan vaqtda salondan tana qismlarini chiqarib harakatlanganligi uchun ularga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Avtomashina dam olib ketadigan yoki turli tomoshalar ko'rsatadigan joy emas, balki manzilimiz sari eltuvchi oddiy vositadir. Ana shu manzilimiz sari odimlashda hushyorlikni oshirmasak bas.